Assalomu alaykum hammaga. Siz MyFilm News kanalidasiz va bugungi videoda biz K-pop musiqasi bilan iblislar bilan kurashadigan animatsion film K-pop Demon Hunters, ya'ni K-pop iblis ovchilari haqida to'liq gaplashamiz, ya'ni o'sha multfilm haqida va multfilm musurmi boshqalar aytganidek shu haqida ham o'zimning fikrimni bildirib ketaman va multfilm ikkinchi qismida chiqishini chiqmasligi haqida ham aytaman. Tayyor bo'lsangiz, boshladik. Multfilmning asosiy sujeti shundaki, unda iblislar ancha yillar oldin odamlarni yo'q qilib, ularning ruhini o'zlarining boshliqlari Dark Matter yoki The Void Queen deb ataladigan kuchli mavjudotga berishgan. Ular qishloqlarni yo'q qilib, odamlarni qirishgan va iblislar odamlar bilan birga yashamagan. Ularning alohida o'z dunyosi bor. Yer bilan iblislar dunyosi bilan insonlar dunyosi o'rtasidagi eshik ochilib ketadi. U Void Rift deb atalgan portal orqali yuz beradi. O'sha davrda qo'riqchilar degan sirli jangchilar guruhi mavjud bo'lgan. Ular ruhiy energiya va musiqiy vibratsiyalar orqali iblislarni muhrlashni bilgan yagona odamlar edi. Ular butun dunyoni portallar ochilishidan himoyalash uchun qo'shiq aytishadi va butun sayyorani o'z himoyalari bilan uğraşadi. Ularning qo'shiqlari qanchalik baland va uzoqqa borsa, himoya shunchalik mustahkam va kattalashadi. Shunda iblislar o'z dunyosidan yerga o'ta olmaydi. Qo'riqchilar oddiy odamlardek umr ko'rishadi va har doim yangi 3 avlod paydo bo'ladi. Bu yangilar eski avlod qo'riqchilarining ishini bajarishadi. Asosiy multfilm voqealarini tushundingiz deb o'ylayman va multfilm ikkinchi yarmi ham bor. Bu yerni himoyalovchi pardaning yo'q bo'lishidir. K-pop iblis ovchilari Rumi, Mira va Zoe ular multfilmning ikkinchi darajali personajlari. Ular K-pop qizlar guruhi. Kunduzi stadionlarda konsert berishadi, lekin tunda ular dunyoni iblislardan himoya qilishadi. Ular iblisga o'xshash qiyofada yashirincha ishlaydigan raqiblari Saja Bosh bilan ham to'qnash kelishadi. Bu raqiblar faqat musiqada emas, ruhiy jihatdan ham auditoriyaning qalbiga hujum qilishadi. Hipnoz bilan. Saja Bosh o'zi nima, ular kim deyishim mumkin. Saja Bosh iblislar tomonidan tuzilgan maxsus jangovar va targ'ibot guruhi. Ular oddiy iblis emas, insonga o'xshash shaklga ega bo'lgan, lekin ruhiy energiya bilan yashaydigan yarim iblislar. Ularning nomidagi Saja so'zi koreys tilida o'lim farishasi degan ma'noni beradi. Shu sababli ular o'zlarini o'lim elchilari deb atashadi. Yillar avval Dark Matter muhrlangan paytda u o'zining bir bo'lagini Shadow Resonance deb ataladigan qorong'u energiyani 7 ta ruhga bo'lib yuboradi. Bu ruhlar asrlar davomida yo'qoladi, lekin zamonaviy dunyoda texnologiya va musiqiy vibratsiyalar orqali yana uyg'onadi. Shu ruhlardan 4 tasi bir-birini topadi va ular Saja Boysni tashkil etadi. K-pop qizlar guruhi yo'q qilish uchun ular o'zlarini K-pop idol sifatida tanishtirishadi, lekin aslida ularning maqsadi musiqa orqali insonlarning qalbiga qorong'ulik energiyasini singdirishdir va Dark Matterni qayta uyg'otish bo'ladi. Shu tarzda ular o'z musiqalarini qurol sifatida ishlatishadi, xuddi qizlardek. Guruh sardori Ray Rumi bilan multfilmning asosiy personajlari. Ikkita guruh sardorlari. Ray Saja Boysning sardori va eng xavfli a'zosi. U birinchi uyg'ongan iblis ruh bo'lib, Dark Matterning eng yaqin xizmatkori bo'lgan. Ray bir vaqtlar odam bo'lgan. U qadimda qo'riqchilar tarafida jang qilgan, lekin sevgilisini iblislar o'ldirgach, Dark Matterning kuchini qabul qilgan. Shundan so'ng u abadiy yosh va kuchli demon idolga aylangan. Multfilmda Saja Boysning dizayni BTS va Stray Kids kabi haqiqiy idol guruhlardan ilhomlangan. Ray obrazida ishlab chiqilgan ovoz effekti uchun ishlab chiqaruvchilar iblis ovozi bilan K-pop vokalini aralashtirishgan, maxsus rezonator texnologiyasini qo'llashgan. Ularning konsert sahnasi asrida ritual sahnasi har bir qo'shiq Dark Matter uchun chaqiruv marosimi sifatida ishlaydi. Ya'ni har bir qo'shig'i hipnoz. Qizlar guruhining nomi esa Hunter X, ularning qo'shig'i esa yerdagi pardani mustahkamlab kattalashtiradi. Guruh nomi nima uchun Hunter X deganini bilasizlarmi? Bilmasanglar eshitinglar. Oldingi birinchi guruhlar o'zlarining kuylarini aytib, o'zlari Hunter X deb atashgan va bu guruh nomi avloddan avlodga o'tib kelgan va har bir avlod o'z guruhini Hunter X deb atagan. Hech qaysi avlodda biz ko'rgan muammo bo'lmagan. Ya'ni iblis qo'shiqchi jamoasi. Multfilmda Jinu va Rumi til topishib ketishadi va ular Dark Matterni yengish uchun reja tuzishadi, lekin reja o'xshamaydi va Jinu Rumini yaxshi ko'rib qoladi. Shu uchun Dark Matter yerga chiqqanida Jinu Rumini qutqarish uchun o'zini halok qiladi, lekin baribir Rumi multfilm so'ngida Dark Matterni yengadi. Jinu yarim iblis yarim odam bo'lganidek, Rumi ham yarim iblis, lekin u Dark Matter boshqara olmaydi. Rumining onasi qo'riqchi, otasi esa iblis. Bundan tushunishingiz mumkin. Tushundinglar ham?
Shunaqa qilib Rumi yarim iblis yarim odam edi, lekin u Dark Mother'ni yo'q qilgach ozod bo'ladi va barcha iblislar yo'q qilinadi. Multfilm qiziq, yomon emas. Unda nima uchun ko'plarga yoqmayapti? Bizani pokoleniya, ya'ni bizdan kattalar va biz dengilar Kung Fu Panda, Chaqmoq McQueen, Etik kiygan mushuk kabi shedevr multfilmlarni ko'rib katta bo'lishgan. Shaxsan o'zim ham, lekin hozirgi 8 yoshdan 16 yoshgacha bo'lgan bolalarga bu turdagi multfilmlar yoqadi. Nima uchun? Birinchidan multfilmning asosiy atmosferasini qizlar guruhi egallagan. Ikkinchidan esa multfilm Koreyaniga. Uchinchidan esa multfilmda musiqalar ko'p. Shu uchun meni fikrim multfilm qiziq, ba'zi bir joylari, lekin musiqa sahnalari ko'p. Hind kinolaridek, lekin o'zi multfilm musiqaga bog'langan. Hazillar ham kam emas, lekin grafika ba'zi bir joylarda juda yomon, ba'zi bir joylarda esa juda ham yaxshi. Men bu filmga 10 dan 7 ball qo'yaman va multfilm IMDb reytingdan 7.6 ball olgan. Bu aytuvda multfilm Koreyaniki deb, Koreyaniki bo'lgani bilan multfilm Netflix tomonidan chiqarilgan. Netflix qanday kino studiyaligini bilmaganlar uchun Netflix Kalmar o'yini, G'alati narsalar, Wednesday, Qora, Egirlik sari, Qog'oz bino kabi mashhur seriallarni suratga olgan va sizlarga o'zimni Muhammadullo dizaynerimni tavsiya qilmoqchiman. Agar sizlarga dizayner kerak bo'ladigan bo'lsa, Muhammadullo dizaynerlik qiladigan logo, avatarka, preview, banner, xullas dizaynerlar nima qilsa hammasini qiladilar va tajriba 3 yil. O'zim ham 1,5 yildan beri ishlayman. Shunga sizlarga ham dizayner kerak bo'lsa, bemalol opsiyaniki linkdan o'tib zakaz berishingiz mumkin. Xullas K-pop Demon Hunters, ya'ni K-pop iblis ovchilari multfilmi yomon emas, yaxshi ham emas, o'rtamiyona bir martalik ko'radigan multfilm va Netflix multfilmning ikkinchi qismi chiqishi haqida hali ma'lumot bermadi va muzokaralar olib borayotganini aytdi. K-pop iblis ovchilar ikkinchi qismini ko'rishimiz mumkin ekan. Bugungi videoda sizlar bilan K-pop iblis ovchilar multfilmi haqida gaplashdik, tahlil qildik va video haqida va multfilm haqida savollar bo'lsa, kommentariy ochiq bemalol savollarni bersangiz bo'ladi. Shunaqa qiziqarli videolarni chiqaraman. Shu uchun hoziroq kanalga obuna bo'lib, like bosib, shunga o'xshagan qiziqarli videolar chiqqanda o'tkazolmaslik uchun qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'ying. Bosib qo'ygan bo'lsangiz hozircha xayr. Keyingi qiziqarli videolarda ko'rishguncha